Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Chilonzorda yaxshi joydan bitta xonadonimiz sotuvga chiqdi. Bu joyda ko'pchilik yaxshi bilishadi. 12-kvartal, Uchtepaga qaraydi. Chilonzor 12-kvartal ham deb aytib o'tib ketiladi. Bu yoq tarafi Shirin chorrahasi. Shuna katta yo'lga bitta liniya orqadagi ikkinchi dom. Yaxshi joyda joylashgan. Bu tarafga boradigan bo'lsak, Farxatskiy bozor ham yaqin, hamma narsa yaqin. Yuridik kollej, dizayn kolleji atrofida joylashgan orientirga keladigan bo'lsak, Shirin chorrahani o'zida maktab, bog'cha, magazin, bozor, metro, hamma transportlar ham qulay joyda joylashgan. Yaxshi joydan xonadonimiz sotuvga chiqdi. 4 qavatli uyimizning birinchi etajdan огородlari ham bor, parkovkalari ham bor. O'zini yaxshi xonadon. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Oxirida narxlari bilan tanishtirib o'tib ketaman sizlarni. Xonadonimizga ham kirib oldik. Kiruvchimiz shunaqa koridor. Aytganimdek, remontlari ham chisti holatda turibdi. Sanuzullarga ham e'tibor berib qo'ysa, yaxshi qilib qo'yilgan. Hojatxonasi dekorativniy panellar qilib qo'yilgan. Bu yoq sanuzul. Sanuzulga ham bu yoqqa ham shunaqa dekorativniy panel qilib qo'yilgan. Bu yoq katta xonasi 3 ga 5 bo'ladi. Zal hisoblanadi. Bu yoqda spalni joylashgan. Spalnisi ham 5 ga 2,5 metr bo'ladi. Yaxshi xonadonimiz, pardalarli gilamlar to'shab qo'yilgan. Remontligi ham sredniy remontda turibdi. Xonadonimiz narxiga keladigan bo'lsa, narxlari ham juda hamyonbop qilib qo'yib qo'yganmiz sotuvga. Ipotekaga berilmaydi. Ipotekaga so'ramasanglar ham bo'laradi o'zi. Bu uyimizda faqat naqdga sotilyapti. Srochniy sotilgan uchun arzonroq narxda qo'yamiz. Bu yoq taraf oshxonamiz. Oshxona mebellarni ham qo'yib qo'yganmiz. Chiroyli qilib. Banditga bitta stol qo'yib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Ijarachi qo'ymoqchi bo'lsanglar ham bemalol $450-500 atrofidan qo'ysanglar bo'ladi. Bu mebelni olib berib. Bu yoqda balkon. Balkon 1,5 ga 3. Uyimizda огородlari ham bor, parkovkalari ham bor. Maktab, bog'cha hamma joy yaqin. Shundoq yuridik kollejda yonida tushgan. Yaxshi xonadonimiz sotuvga chiqdi. Bu uyimizning narxi $60 yaxshi dollar deyapmiz. Xudoning savdosi bor. Chiroyli narxlarda kelishtirib beramiz. Bemalol pastdagi nomerlarga bog'lanishingiz mumkin. Bundan ham yaxshiroq, arzonroq sotiladigan uylar Telegram kanalimizda, Telegram kanaliga ulov olishga aytib o'tib ketaman.